Hammaga salom. Bugun biz sizlar bilan juda ham qiziq va muhim mavzuni gaplashamiz. Qaranglar, rus tilida har bir narsaning o'z jinsi bor. Buni ruscha qilib rod deymiz. Nima uchun buni o'rganishimiz shart? Chunki buni bilmasak, oddiygina chiroyli uy yoki yangi mashina deb ham to'g'ri ayta olmaymiz. Rus tili shunaqa qurilgan. Xullas, rus tilida jami 3 ta rod bor: mujskoy, erkak, женский, ayol va средний, o'rta. Eng asosiysi, nafaqat odamlar, balki hamma narsaning rodi bor. Stolmi, mashinami, hammasining jinsi bor. Masalan, qarang, mashina bu ayol jinsi, женский rod. Shuning uchun biz mashina приехала, mashina keldi deymiz. Avtobus bu erkak jinsi, mujskoy rod. Bu yerda avtobus приехал deyiladi. Taksi bu o'rta jins, средний rod. Taksi приехало bo'ladi. Hatto mashina markalarida ham rod bor. Masalan, Damas erkak jinsi, lekin Nexia ayol jinsi. Mercedes erkak, Audi ayol. Qiziq-a? Xo'sh, bularni qanday farqlaymiz? Har bir so'zni yodlash kerakmi? Yo'q. Eng zo'r tomoni shundaki, shunchaki so'zning oxirgi harfiga qarash kifoya. Agar so'z 14 harf bilan tugasa, B, V, G, D, bu deyarli har doim erkak jinsi bo'ladi. Masalan, город, shahar yoki друг, do'st. Oxiri o'ndashmi? Город, друг. Demak, bu erkak. Yana I, muzey va ba'zi yumshatish belgisi, znak bilan tugaydiganlar ham shu guruhda. Masalan, учитель. Ikkinchisi женский rod, ayol jinsi. Bu yerda hammasi juda oddiy. So'zning oxirida a yoki ya harfini eshityapsizmi? Bo'ldi, bu ayol jinsi. Lampa, подруга, семья, Nexia hammasi ayol. Lekin bitta ehtiyot bo'ladigan joy bor. Yumshatish belgisi, znak, ayol jinsida ham bo'ladi. Masalan, двери, eshik yoki ночь, tun. Shuning uchun znak bilan tugasa, do'gadan tekshirib olish ma'qul. День, kun, bu erkak, ночь, tun, bu ayol. Uchinchisi средний rod, o'rta jins. Buni eslab qolish juda oson. Oxiri o yoki ye bilan tugasa, bu o'rta jins. Okno, deraza. Солнце, quyosh. Lekin har qanday tilda bo'lgani kabi bizda ham tuzoqlar, ya'ni istisnolar bor. Papa, ada, dedushka, buva so'zlari a bilan tugaydi. Lekin biz bular erkak kishi ekanini bilamiz-ku. Shuning uchun bular baribir erkak jinsi. Biz моя papa demaymiz, мой papa deymiz. Vrach, injener, advokat bular har doim erkak jinsida. Hatto shifokor ayol kishi bo'lsa ham она vrach deymiz. Faqat o'tgan zamonda fe'lni ayolga moslasak bo'ladi. Vrach пришла. Eng asosiysi so'zning oxiriga qarashni o'rgansangiz bo'ldi. Endi esa kelinglar, o'qib ko'ramiz. Men sizlar uchun keyin bilmagan matn tayyorladim. U yerda har xil rodlar bor. Diqqat bilan qarangchi, qaysisiz qaysi rodga kirar ekan. Tayyormisiz? Boshladik. Вчера был удивительный день. Утром ярко светило
солнца. Маленькое облако медленно плыло по небу и скоро исчезло. Мой друг Максим позвонил мне рано. Он сказал, что купил билеты в парк аттракционов. Моя подруга Лена тоже захотела пойти с нами. Она быстро собралась, надела красивое платье и взяла сумку. Мы встретились в центре. Такси приехало быстро. В парке было очень шумно. Большое колесо обозрения медленно крутилось. Рядом играла громкая музыка. Максим купил мороженое. Его мороженое быстро таяло на солнце, поэтому он съел его за минуту. Потом мы с Леной пошли в кафе. Там стояла старая пианино. Какой-то музыкант играл красивую мелодию. На столе лежало меню. Я заказал горячий чай, а Лена выбрала кофе. Наше настроение сразу улучшилось. Мы пошли домой пешком. Эта прогулка нам очень понравилась. День прошел очень хорошо. Bugungi darsimiz shulardan iborat. Agar yangi so'zlarni tez o'rganmoqchi bo'lsangiz, matnni bir necha bor o'qing. Eng yaxshisi matnni men bilan birga har bir so'zni baland ovozda talaffuz qilib o'qishdir. Shunda so'zlar xotirangizda yaxshi va tez muhrlanadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha siz bilan Eldor bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.